O'tgan safar videoga chipslarni har xil mazaligini qo'ydim. Bugun yana o'sha joyga qaytdim. Chipslarni davomini ko'ramiz. Nimalar bor ekan. Birinchisi bu bambuk mazaligi. Ikkinchisi bu mandarin mazaligi ekan. Uchinchisi bu dengiz bir balo to'g'risi bilmayman nimaligini. Dengiz karomi deydimi shunaqa. Sushining ustini uriydigan narsa bor-ku. O'sha narsadan bu. Bu asalligi. Bunisi bu ham dengiz nanaqasi. Nimaligini bilmayman to'g'risi. Dengizda ana ustritsa bo'ladi-yu. O'shanga o'xshagan narsalardan. Mazasini ko'ramiz hozir bularni bitta-bittalab sekin-sekin. Bambuklilar. Qani bambuklikni ochamiz, mazasini ko'ramiz. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Buni qanaqa tushuntirishni bilmayman. Men ovqat qo'yayotganda tegi oldirib yuborishadi-yu. G'irt o'shani mazasi lekin. Men endi ovqat qilishni boshlaganimda ovqatim xuddi shunaqa mazza edi. Bunisi mandarinlar ekan. Men mandarinlikni ko'ramiz. Mandarinni o'zim juda ham yaxshi ko'raman lekin ishcha. Bu ko'proq mandarin emas, bu mandarinli konfetga o'xshaydi. Shirin shakar qo'shilgan. Menga yoqdi lekin bundan olib turamiz. Ya'ni keyingisini ko'ramiz. Keyingisi bu dengiz karomi deydimi? Shani sushining ustiga uriydigan narsasi bor-ku. To'ta ochilmayapti. Sushining ustiga uriydigan narsasi. Xuddi o'shandan bir xil narsa. Birinchi marta yeyapman. Qanaqa tushunarsiz mazza lekin to'g'ri. Bunaqa mazza shu batini yeb ko'rmaganman lekin. Bu asalligi. Bu ham yomon emas, bu ham mazasi yaxshi. Ozgina asal. Bu ko'proq anaqaga o'xshaydi. Chipsga ham o'xshamaydi. Yeganinglarda vafli bilan birga bir xil. Ichida slivichniy vaflilar bo'ladi-yu, mazasi bir xil o'shan bilan. Men buni mazasi to'g'risi o'zimga ham qiziq. Bu nima deydi? Ustritsmi? Dengiz bir balog'i ham. Mana ko'ramiz nimaligini. Buni mazasi esimda bor, kichkinaligimizda kraboviy palchka bo'lardi. Salatda qilishardi. O'sha kraboviy palchka bilan mazasi birga bir ekan lekin. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like va podpiska vositasini chiqarmaysizlar, xudo xolisi bundan ham qiziq videolar qo'yib boramiz.